Mehmon kutishni nimaga yomon ko'rib qolganman? Bizning uyda paxta gulli idish bo'lardi. Endi hammani uyda shunaqa deb o'ylar ekanman, chunki biz o'rtoqlarimiz uyga bormasdik, ruxsat berishmasdi. Hammani uyda shunaqa sharoit deb o'ylar ekanman. Bir kuni endi onam san'atkor deb bitta ayol topib olib o'sha ulpatga qo'shdi-da. Keyin Muqaddasxon uyingizda qiling gapni deyapti-da. Keyin yo'q, men uyimda qilmayman. Endi uydagi sharoitni onam o'zlari biladi. Endi san'atkorlar ha boy deb o'ylaydi-ku. Sharoitimiz shunaqa bo'lgan, oddiy bo'lgan. Kelishdi, ketishdi, shu bilan o'sha ulpat yo'q bo'ldi. Onam shunaqa yig'ladilar. Meni paxta gulli peylam bilan ko'rib, menga munosabat bildirgan ulfati keragi yo'q devardilar-da. Dillarida qolib ketdi. Shuning uchun har yili nima yangi idish chiqsa olaverardilar. Adam aytadi, "Voy, shkop to'lib ketyapti, Muqaddas bo'ldi, olavermadi." Yo'q, mashlarda qolib ketganda, o'sha paxta gulli peylam bo'lgani uchun men bilan o'rtoq bo'lmadi bular. Uy-joyimga qarab men bilan o'rtoq bo'lar ekan deb remont qilganmiz. Remont qilish xayolimizda ham bo'lmagan. Biz maktabda o'qirdik. Shu narsa onamga tekkani uchun adam ikkalovligi maslahatlashib, adam o'zlari abo'ylar yopishtirib mana shunaqa qilishganda, nimadir turtki bo'lar ekan baribir. Shunaqa